darsdan keyin uyni tekshiraman. Kamchilik bo'lgan o'quvchi jazolanadi. Xo'p, qaraymiz. Birinchi sizlarga men minusli darajalarni qanday ishlash kerak, nima qilish kerak, qanday soddalashtiriladi, shuni tushuntirib beraman. A darajasida minus n turibdi. Biror bir son darajasida minusli son kelib qolsa, minus yo'qotish uchun har doim 1 taqsim deb yozib yuboramiz. Ya'ni 1 taqsim a ni nechinchisi bo'lib qolar ekan? N'inchisi. Mana bitta misol. Misol uchun 4 ni minus 2-inchisi turibdi. Darajadagi minus yo'qotish uchun nima deb yozar ekanmiz? 1 taqsim 4 ning nechinchisi bo'lib qoladi? 2-inchisi. 4 kvadrat nechiga teng? 1 taqsim 16. Bo'ldi, shunday qoladi. Agar kasr kelib qolsa, minus yo'qotish uchun shunchaki joyini aylantirib qo'yamiz. To'ppa-to'g'ri 1 taqsim a ni darajasi nima bo'lib qoladi? N. Mana misol uchun 3 taqsim 4 kichkinaroq daraja olaveraman. Minus 2-inchisi. Darajadagi minus yo'qotish uchun kasr o'rni nima qilar ekanmiz? 4 taqsim 3 nimasi? Kvadrat. 4 ning kvadrati 16, 3 ning kvadrati 9. Tushunarli? Savollar bormi? Sarvar, Ilyos, Muslima, Kamron. Farqi yo'q, kubga esa ham turaveradi. 1 taqsim 4 ning nechinchisi bo'ladi? 3-inchisi kubi. Bu yerda 4 taqsim 3 3-inchisi. Farqi yo'q, 4-inchi bo'lishi mumkin, 5 va hokazo 6 ketaveradi. 1 taqsim 4 2 esa shuni qoldirsa ham bo'ladimi? Ko'paytirib qo'yish shart. Mana bunimi? Hisoblash shart. Hisoblash shart. Chunki 4 kvadratini hisoblasa bo'ladi. Javoblar mana bu ko'rinishda qoladi. Ya'ni 1 dan 16 ga bo'lamiz. Balki o'nli kasrga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi. Ildiz kelsa, ildiz yo'qotish uchun ichkaridagi darajani tashqariga nima qilardik har doim? N taqsim nima bo'lib qoladi? N. Tushunarli? Hozir misollarimizda kerak bo'ladi. Bo'ldi, mana shu eng asosiy qoidalari. Savollar bormi bundan? Tushundinglar minusli darajani qanday yo'qotish? Endi misollarimizga o'tamiz. A tipdagi misol birinchisi. Xo'p, 10 taqsim 3 minus 3-inchisi. Hisoblang debdi. Darajadagi minus yo'qotish uchun kasr o'rni nima qilamiz? Shunda 3 taqsim 10 ni kubi bo'ladimi? 3 ning kubi 27, 10 ning kubi 1000. To'g'ri, 1000. 27 ni 1000 ga bo'lib yuborsak 0.020 necha bo'ladi? 7. Tushunarli-a? Bo'lib yuborasizlar, bu holatda qoldirib bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi. 3 ning minus 1-inchisi. Darajadagi minus yo'qotish uchun 1 taqsim nima deb yozamiz? Plus minus 2 ni minus 2-inchisi darajadagi minus yo'qotish uchun nima deb yozamiz? 1 taqsim minus 2 ning nimasi bo'lib qoladi? Tushunarli? Darajasi juft bo'lsa minus nimaga aylanib ketardi? 1 taqsim 3 ga qo'shamiz 1 taqsim nechini? Bunga 4 tadan bungacha shuna javob 7 taqsim 12. Tushuntira oldimmi? Savollar bormi? 8-misol. Xohlasanglar aylantirib qisqartiringlar. Qaranglar. Asoslari bir xil bo'lsa, ko'paytirishda, если основание одинаковое, как при умножении степени что делаем? Ko'paytirishda darajalarni nima qilardik? Bittasi yoziladi. Darajalarni qo'shamiz. 6 ga qo'shamiz minus 9. Ilyos plus bilan minus kelib qolsa nima qilardik? Nechi qoladi? Minus 3. Endi tepadagi minus yo'qotishimiz kerak. Buning uchun joyini nima qilamiz? Kasr o'rnini almashtiramiz. Minus 5 taqsim nechi bo'ladi? Guli 1 ning kubi. Bo'lib yuborsak, minus 5 ning kubi nechiga teng? Minus 125 ga. Oddiy kasrlarni hisoblaganda hisoblab ketaverasizlar. Tushunarli? Savollar bormi? Obina. Qiyin emasmi? Osonmi? Savohat. Tushunaman. Guli. Ilyos, Sarvar. Yarmina. Shahnoza, tushunyapsiz? Kamol. Mahmud, Muslima. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 10-misol. Soddalashtiring debdi. Birinchi bo'lib, qaranglar. Ildiz yo'qotish uchun mana bu 3 ni 6 ga nima qilamiz? Ya'ni yozaman, 36 ni yozaman, ha? Ichkaridagi 3 ni tashqaridagi 6 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. Bu qisqarib ketadimi? 36 darajasida 1 taqsim necha degani? Bu 1 taqsim 2 ni xohlasanglar ildizga olinglar. Xohlasanglar mana bu 36 degani 6 ning nimasi bo'lardi? Kvadratini nechinchisi? 1 taqsim 2 la nima qiladi? Shuna javob 6 ga kelib chiqadi. Tushunarli? Savollar bormi? Qaysi? Mana bu 16. Mana buni? 16. Yozamiz 1 taqsim 3. Ichkaridagi darajani tashqariga nima qilamiz? 16 taqsim nima bo'ladi? 4 1 taqsim 3 ning 4-inchisi. 1 4-darajasi. 1 3 ning 4-darajasi
81 nechi bo'ladi? 12. Tushunarli? Xo'p, nima savoli bor mana shu misollardan? Hamma tushundimi? Keyingisiga o'taveraman. 18. So'p ketsa aytaylik ekansan, yer o'chiraman. Hop, 18. 3 ildiz ostida -1 taqsim 27 ildizdan chiqarishimiz kerak. Bu degani mana bu 27 3 ning nimasi bo'lardi? Kubimi? Men buni -1 taqsim 3 ning qovusida nimasi deb yozsam bo'ladi, Kamron? Kubi. 3lar nima qiladi? 3lar qisqarib ketsa, javob -1 taqsim chiqar ekan. -1 taqsim 3. Tushuntira oldimmi? O'zi aytamizku, masalan, ishga so'sh mumkin emasmizku. Nimaga hokimiz bo'layotganini aytdilar. Bir uch kelgan Ha, ya'ni bir aytganim eslarda bo'lsa, darajasi toq bo'lsa, unga farqi yo'q, minusni qabul qiladi, to'g'rimi? Agar darajasi juft bo'lsa, minusni qabul qilmaydi. Hammaga aytganman-a? Bizga aytgansizga. Qolganlar ham bilsa kerak aytganman-a. -125. Savol, nimani kubi 125? -5 ning kubi desam bo'ladimi? Mana bu 64. Qaysi songa keladi? 8. Qaranglar, 8 ni kvadrati desanglar bo'ladi. 4 ni kubi desanglar bo'ladi. Agar mana bu ko'rinishni ajratib chiqadigan bo'lsanglar, Kubda yana osmon. 6 ga kelib qoladi-da. 2 ning 6-si 2, 16 2, 8 2, 4 2, 2. 2 da nechta bor? 1 2 3 4 5 6 tami? Demak, 2 ning nechinchisi bo'lar ekan? 2 ning 6-si. Mana bular qisqaradimi? -5. Bu ham qisqaradi. 1 taqsim 8 ko'paygan nechi? 4. 8 bilan 4 nima qilamiz? Uzr, 2 degani. Shu xayolda qisqartirib 4 yozaverman. Pastda 4 bo'ladimi? -5 plus 1 taqsim 4. Umumiy maxraj 4 kelsa, 4 kara -5 -20. -20 ga 1 qo'shsak, ya. Fahrmi? Nima bo'lyapti? Hayajonlanma. Savollar bormi? Tushundinglar-a? Musliman. Kamron, savoling bormi? Sarvar. Xo'p, bundoq qilamiz. Alohida ildizga olib yozinglar, xohlasanglar joyida yoki mana 343 degani ajratib chiqsak, 7 ning kubi chiqadi. 125 bo'lganda 5 ning kubi bo'larmidi? Demak, bu 0.5 ning nechinchisi? 3-chi. Yaxshi. Xohlasanglar alohida ildizga olib keyin qisqartiringlar. Xohlasanglar joyida qisqartirsanglar ham bo'ladi. Joyida deganda joyida, tushunarli? 3lar nima qiladi? Mana bu 3lar ham qisqaradi. 7 ko'paygan 0.5. Nechi bo'ladi? 3.5. Xo'p, 28-misol. Bir xil shu buni. Keling, joyida qisqartiramiz. Mana bu 4 har bittasiga tegishli. Tushuntira oldimmi? 12 ni 4 ga bo'lsak, 3. 8 ni yana bir marta 4 ga bo'lsak, 1 taqsim 8 ning ikkinchisi. Tushunarli? 3 kubi. 1 taqsim 8 kvadrati 60. Teyda 1 bormi? Ko'paytiraversa 27 taqsim 64 ligi kelib chiqadi. Nima savollar bor bulardan? Tamam. Tushunarli? Shahnoz. Hammasiga tushundingizmi? Qizlar sizlarchi? Sarvar. Davom etaveradi. Mubina tushunyapsizmi? Yaxshi. 31-misol. Aylantirib olaylik. 8 kara 3 24. 3 qo'shsak 20. 7 taqsim 8. Bu narsa nimaning kubi bo'lardi? 3 taqsim 2 ning qovusida kubi. 3lar nima qiladi? Javobimiz 3 taqsim nech chiqadi? 2 ga kelib chiqadi. Tushuntira oldimmi? Hop, 33-misol. Qaranglar, bunaqa payt ildiz ichida ildiz kelib qolsa, har doim eng ichkaridagi ildizdan soddalashtirishni boshlaysizlar. Ko'rinishdan qiyinga o'xshaydi, yo'q. Qiyin misol emas. Har doim bunaqa misollarda mana bu qoidani qo'llaymiz. Tushunarli? Ildiz yo'qotish uchun ichkaridagi darajani tashqariga nima qilamiz? Bo'lamiz, xuddi shu qoida. Ketdi yozaman. Xo'p, birinchi kub ildiz ostida 25 degani 5 ta nimasi bo'lardi? Kvadrat. Mana bu ildiz yo'qotish uchun ichkaridagi 5 ni tashqaridagi 6 ga nima qilamiz?
5 taqsim bo'lamiz. Harakatli bo'lamiz. Endi savol. Men bunga tegmay turaman. Mana bu ildizni yo'qotish uchun ichkaridagi 2 ni tashqaridagi 3 ga nima qilamiz? 2 taqsim nechi bo'ladi? 3. Ko'paygan 5 darajasida 5 taqsim 6. Savollar bormi shugacha? Endi qaranglar, yana ildiz kelyapti. Mana bu 5 ni yozaman-da. Darajasidagi 2 taqsim 3 chi. Mana bu 4 ga nima qilish kerak? Tushuntira oldimmi? Mana shu yerda ishlab qo'yaylik buni. Tagida biri bor. Aylanib ketadimi? 4 bilan 2 nima qiladi? Pastda 2, tepada 1 taqsim nechi bo'lar ekan? Ha, demak, bu yerda 1 taqsim 6 ko'paygan 5 ning 5 taqsim nechinchisi? 6-inchisi. Asoslari bir xil bo'lsa, основанияsi bir xil bo'lsa, ko'paytirishda tepadagi sonlar nima qilinardi? 1 taqsim 6 ga 5 taqsim 6 ni qo'shsak, mahrajlari bir xil, 6 taqsim nechiga teng? 5 ga teng. Asoslar bilan işte 5 darajada ishlayapti. Qo'shib turib, tepani ajjalib 5 dan 5 taqsim 6 Bo'ladi. Savollar bormi? Xo'p, 39. Qaranglar. Ildizlari bir xil bo'lsa, bitta ildizga olib yozsak bo'larmidi, bo'lmasmidi? Bo'ladi. Ya'ni ildizlar darajalari bir xil. Mana bu narsada, misol uchun, ildiz ostida 4, ko'paygan ildiz ostida 16 turgan bo'lsa, misol uchun, 16 bo'lmasin, boshqa son 5. Biz buni bitta ildizga olib 4 kere 5 deb yozsak bo'ladimi? Bo'ladimi? Ko'rsin. Kel, ko'r. Orqaga o'tir, Abdurahmon. Bo'ladimi? Nechi bo'ladi ildiz ostida? 20. Xuddi shu qoida yozibdi bu yerda. Faqat o'rtasida nima turibdi? Bo'lu. Zeleniya turibdi. Bittasini yozaman. Buni aylantirib ketaylik. 8 kare 15 120 mi? 120 bo'ladimi? 120 ga 5 qo'shsak 125. Taqsim nechi? Bo'lu 2 taqsim 5. Uyga vazifalarni ko'rib turing. Bo'lu nimaga o'zgaradi? 5 taqsim nechi? Qisqartiringlarchi. Bormi qisqaradigan? Yo'q. Xo'p, 125 5 ga ko'paytirsak 625, 8 kare 2 chi 16. Mana bu 4-darajaga kelib turibdi. 625 degani 5 ning nechinchisi? 4-inchisi. 16 degani 2 ning 4-inchisi. Har birini 4 ga qisqartirsam tepada 5, pastda necha chiqadi? Yoki 2,5. Savollar bormi? Hamma tushundimi? Tushungan bo'lsangiz. Hamma matematika. Xo'p, bunda ham bitta ildizga olib yozib yuborsam, chunki darajalari bir xil, bitta ildizga olib yozaman. 17 minus ildiz osti nechi? 33 ko'paygan 17 plus nechi ildiz osti? 33. Qaysi formulaga kelib qoldi? To'ppa-to'g'ri. A minus B, A plus B mi? Ochib yuborsak, 17 ning kvadrati minus ildiz ostida kvadrat. Tushunarli? Hisoblaymiz. Qisqartirsa bo'ladimi, Faxriddin? Mumkin emas. O'rtasida plus minus turganda mumkin emas. Qachon qisqartirsanglar bo'ladi? Qachonki o'rtasida ko'paytirib. Yoki bu 17 ning kvadrati. 289. Mana bular qisqaradimi? 33. Ayringlarchi. Nechi bo'ladi? Xo'p, qaysi son 4-darajasi topinglarchi? 16 ning kvadrati, to'g'ri. Keyin uni 16 ni biz yana baydalashimiz kerak-da. Bundan ko'ra 4 ning 4-inchisi deb ketaylik. To'g'rilar nima qiladi? Javob to'g'riligiga kelib chiqadi. Hop, 45-misol. Nima qilsak bo'ladi? 45. Ilyos, 45 dan nima qilsak bo'ladi? 343 87.
Mana bu 343 nima edi? Nima edi? 7 mi? Yozamiz. 3 ildiz. Qaranglar, xolis ildizsiz qo'yib yozinglar. Birinchi mana shu joyni yozaylik, mayli. 3 ildiz ostida 7 4 ildiz osti. Mana bu 343 degani 7 ning nechinchisi? Kubi. Taqsim 12 ildiz osti necha bo'ladi? 7. Xo'p, ana endi hammasini ildizsiz qilib yozib olaylik. Mana bu yerda 1 bor. Ildiz yo'qotish uchun ichkaridagi darajani tashqariga nima qilardik? Bo'lardik. Ko'paygan. Bu yerda ham 3 ni nechiga bo'lamiz? Taqsim bittasini yozamiz. 1 ni 12 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. Chunki mana bu yerda nechi bor? 1 bor. Xo'p, asoslari bir xilmi? Ko'paytirishda darajalar nima qilinardi? 1 taqsim 3 ga 3 taqsim 4 qo'shilgancha necha bo'ladi? Necha? 4 4 13 emasmi? 13. Mana qaranglar. 4 kara 1 4, 3 kara 3 9 mi? 9 ga 4 qo'shsak 13 taqsim 12 taqsim 7. Endi savol. Asoslari bir xil bo'lib qoldimi, Kamron? Bo'lishtirgan payt darajalar nima qilinardi? 13 taqsim 12 dan ayiramiz 1 taqsim nechini? Necha bo'ladi? Tushunarli? 12 ni 12 ga bo'lsa 7 ni birinchi chiqadimi? Yo'q, 7 niga kelib chiqadi. 13 nimaga? Ha, mana asoslari bir xil-ku. Bittasi yoziladi, to'g'rimi? To'g'ri. Mahraji bir xil, bittasi yoziladi. 13 dan 1 ayirsak 12. Tushunarli-ya? Savollar bormi? Kasr var, topinglar, kasr. Xo'p. Bu yerda ham xolislar ildizsiz qilib yozib olaylik. Bu yerda tayyor formula turibdi. Buni hozir qaranglar, qisqacha tushuntirib ketaman. Bundan keyingi misollarni ishlaganimizda, u mana bu B tipdagi 8 uchlarni belgilash kiritib ishlatamiz. O'shanda bular ham oson bo'lib qoladi. Hozir birinchi mana bu ko'rinishda yozaman. Qaranglar, 3 ildiz ostida. Mana bu 4 degani 2 ni nimasi? Minus 3 ildiz ostida. Mana bu 10 degani 2 kara 5 mi? Alohida ildizga olib yozsam 3 ildiz osti 2 ko'paygan 3 ildiz osti necha bo'ladi? 5 plus 3 ildiz ostida 25 degani 5 ning nimasi? Sizlarga hozir savol keladi mana shu yerda. Diqqat qilib turinglar. 3 ildiz osti 2 buni maydalab bo'lmaydi. Qaranglar. Mana buni A desam. Bunisi nima bo'lsin? A plus B keyin A kvadrat minus AB plus B kvadrat nimani eslatyapti? Yaqin keldinglar, sari. Yo'q. To'ppa-to'g'ri. A kub plus B kub. Mana qaranglar. Mana buni A desam, bu B mi? Mana bu yerda nima turibdi? Kvadratmi? A bu nima bo'ladi? A kvadrat minus A ko'paygan B plus B ning nimasi? A buni qovusga olsam, mana buni ham qovusga olsam, o'rtasida nima turibdi? Plus. A buni ochib olsak, A ni kubi plus B ning nimasi bo'ladi? Kubi. A ni o'rnida mana 3 ildiz ostida 2, qovusda nechinchisi? 3-inchisi. Kamron tushundingmi? Va kub ildiz ostida 5 ning Faxriddin nechinchisi? 3-inchisi. Uchlar nima qiladi? Bular ketadi. Mana bu uchlar ham qisqarib ketadi. 2 ga qo'shamiz 5 ta necha bo'lar ekan? Bitta, yana bitta shunaqa misol bor, o'zimga qoldirdim. 47-inchisi. Unda minusli ekan. O'rtasida minus turibdi, sonlar o'zgartirilgan. Javob 1 chiqar ekanda, 3 minus 2 1 chiqadi bu. Nima savoli bor? Ham bitta misol. Yaxshi tushundinglarmi? Buni. Gul tushunyapsizmi? Qizlarchi. Sohmaza. Ilyos, Sarvar. Kamron, savoling bo'lsa ber. Faxriddin. Yaxshi. Keyingisi B tipdagi misollarimiz. Xo'p, bularda endi hozir o'zgartirish kiritamiz. Boshqa tip bilan ishlanadi. Belgilash kiritib ishlaymiz. Bu narsalar n'inchi darajali ildizlar deyiladi. Ya'ni 1 taqsim 2 keladi, 1 taqsim 3 keladi, 1 taqsim 5, 3 taqsim 2, 3 taqsim 4 va hokazo. Birinchi qiladigan ishimiz har doim ildizsiz ko'rinishda yozib olasizlar. Har doim. Ya'ni ildizni yo'qotib yozamiz. Boshladik. Tepasiga tegmayman.
Пишем бескорня. Нормально. Понятно? Бескорня. N darajasida 1 taqsim 2 taqsim. Bunga ham tegmay turamiz. Mana bu yerda necha bo'lardi? 2. Bu yerda 1, bu yerdachi? 1. Mana bu ikki har bittasiga tegishlimi? Ildizni yo'qotib yozadigan bo'lsak, ichkaridagi 1 tashqaridagi 2 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. Ko'paygan yana bir marta 1 dan nechiga bo'lamiz? 2 ga. Plus n. Ana endi soddalashtiramiz. Qarab turinglar. Bizning qiladigan ish birinchi m ni soddalashtirib, keyin n. M bilan mana m ni 1 taqsim ikkinchisi bor, m ni nechinchisi bor bu yerda? Birinchisi. Eng kichkina darajasini topamiz. Necha? 1 kichkina 1 taqsim 2 mi? 1 taqsim 2. Eng kichik darajasini olamizda belgilash kiritamiz. Ya'ni m 1 taqsim ikkinchisini a desam bo'ladimi? Xohlasanglar x deb olinglar. Faqat m o'zini olib qo'ymanglar-da. Tushunarli? Kvadrat yo'qotish uchun, ya'ni 1 taqsim 2 ni yo'qotish uchun ikkala tomon nimaga oshiramiz? Kvadratga. Mana bu ikkilar nima qiladi? M teng bo'lib qoladi a ning nimasiga? Kvadratiga. Savollar bormi? Xuddi shu qoidani n ga ham ishlatsak bo'ladimi? N ni ham eng kichik darajasi necha? 1 taqsim 2. Teng deb olamiz nimaga? B ga. Yana bir marta ikkala tomon nima qilamiz? Kvadrat. Mana bu ikkala nima qiladi? N teng bo'lib qoladi b ning nimasiga? Ikkinchisiga. Nima savollar bor? Beringlar. Davom etaveraymi? Axirdan tushundingmi? Mana kvadrat qayerdan keldi? Nimaga kvadratga oshirdik? Xo'p, nima 1 taqsim 2 turganmiz? Shunaqa, 1 taqsim 2 yo'qotish uchun darajasini. Tushunarli? Agar 3 bo'lib qolganda-chi deydi mahrajda. Undan nechiga oshirardik? To'ppa-to'g'ri, kubga. Tushundinglar? Kubga oshirardik. Ket o'rniga olib kelib qo'yamiz. Xo'p, m ni ko'rgan joyimizga a kvadrat, n ni ko'rgan joyimizga nima qo'yamiz? b kvadrat. Formulaga kelib qoladi mana. M o'rniga nima qo'yar ekanmiz? A kvadrat. Tepasida necha turibdi? 1 taqsim 2 plus n o'rnigachi? Tepasida necha turibdi? 1 taqsim 2. Pastga o'tamiz. M'imiz nimaga teng edi? A kvadrat plus 2 ko'paygan. Yana bir marta. Mana bu m o'rniga nima keladi? Tepasida necha bor? 1 taqsim 2. B kvadrat tepasida 1 taqsim 2. Va plus n'imiz nimaga teng? B kvadratga. Soddalashtiringlarchi. Nimalar qisqaradi? Ketadimi? Bular ham qisqaradimi? A plus B. Xo'p, a kvadrat qoladi. 2 lar nima qiladi? Nima qoldi? 2 ta b ning kvadrati. Nima qilamiz? Aytinglarchi. To'ppa-to'g'ri. Past formulani beradimi? A plus b ning qo'shni nimasi? Kvadrat. A plus b bilan kvadrat nima qiladi? Katta o'rniga olib kelib qo'yamiz. Biz a deb nimani olgan edik? M ning 1 taqsim nechinchisi? Ikkinchisi. O'rniga olib kelib yozib qo'ysanglar bo'ldi. M ning 1 taqsim nechinchisi? Ikkinchisi plus a b deb nimani olgan edik? M ning 1 taqsim ikkinchisi. Tushunarli? Xohlasanglar shundoq qoldiringlar, xohlasanglar ildizda yozib, irratsionallikdan qutqarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Tushunarli? Nima savoli bor? Beringlar. Yoz. Sarvar. Ha? Belgilash kiritamiz-da. Mana shu qoidani hozir hamma misolga ishlatamiz. Mana bu qoidani tushunib olsanglar bo'ldi. Тут можно, наверное, сразу писать, но для вас можно. Остальные уже, некоторые не умеют просто. Можно, вот. А, сразу вместо m в степени 1/2 можно было подставить а, правильно? Можно. Просто chalg'itib qo'yadi da. Ham uni, ham buni qo'yib, buni ko'rgan joyimizga buni qo'yamiz desam, undan ko'ra вместо m везде подставляем a в квадрат. Вот тогда будет легче. Ha, ya'ni bizani ishimiz, Muslima, mana daraja bor-ku, stepень. O'shani yo'qotishimiz kerak-da. Tushunarli?
Ha, agar bu 3 bo'lganda kubga oshirardik. 4 bo'lganda ikkala tomon nechaga oshirardik? 4 ga. Tushunarli? Chunki mana buni yo'qotishimiz kerak biz kasrni. Tushundinglar? Savollar bormi? Sarvar, davom ettiramiz. Shahnoza. Kamron qaraymiz. Xo'p, bunda ham birinchi bo'lib har bittasini nima qilib olish kerak? Nima qilamiz? Yo'q. Ildizsiz qilib yozib olaylik. Ildizsiz aniq ko'rinadi. Ketdi yozaman. A minus B 3 ildiz ostida A degani ichkarida 1 bormi? Ildiz yo'qotsak A darajasida 1 taqsim nechi bo'ladi? B darajasida 1 taqsim 3. Bunisi-chi? Plyus B darajasida 1 taqsim nechi? 3. Belgilash kiritamiz. Eng kichigi qaysi biri? A ni 1 taqsim 3-inchisi bor, A ni 1-inchisi bor. Qaysi biri kichkina? Nima deb olamiz buni? X deb olaylik. Ikkala tomonni kubga oshirsak, mana bular qisqaradimi? A teng bo'lib qoladi x nechinchisiga? Pastdan yozaylik. B ning 1 taqsim 3-inchisini y deb olsam, ikkala tomonni nimaga oshiramiz? Shular nima qiladi? Qisqaradi. B teng bo'lib qoladi y ning kubiga. Olib kelib o'rniga qo'yamiz. Derazani ochib olib qo'ysangiz ko'rinmaydi faqat. Bo'pti, qaraymiz. Bo'ldi, o'rniga olib kelib qo'yamiz. A ni ko'rgan joyimizga nimani qo'yamiz? X kubini. Ketdi boshladik mana. X kub minus B ni o'rniga nima keladi? Y kub taqsim A ni 1 taqsim 3 ya'ni X ning kubini tepasida nechi turibdi? 1 taqsim 3. Y ning kubini 1 taqsim nechinchisi? 3-inchisi. Tushunarli? Minus A ni o'rniga nima keladi yana? X kub plus Y ga nimasi? Kubi. Ko'ryaptimizlar. Xo'p, A ni o'rniga yana bir marta X kubini qo'yaman. Tepasi nechi? 1 taqsim 3. Plus Y ning kubini 1 taqsim 3. Mana bular nima qiladi? Bular ham qisqaradi. Bular ham qisqaradi. Bular ham qisqaradi. Qaysi formula? A kub minus B kub. Tahlillanchi. Yo'l berdi shu. Это плюс, это минус, да? Куб. Куб, ну. Получается А минус Б, Xo'p. А в квадрате минус А минус С минус 2А в квадрате Б плюс A kub minus B kub. X, Y plus nima bo'ladi? Mana A kub minus B kub. A minus B A kvadrat plus AB plus B ni nimasi? Taqsim. Pastda nima qoldi? X minus mana bu ham formami. To'xtaylik. Muslima? Xato qilsa sarvar tayyorlanib tur. Mana buni yo'l beringchi. A kub plus B kub. Xo'p. Минус x квадрат минус. Taxirdim. минус X куб Y. Нет, X квадрат Y. Sarvar. Минус x, y. Xo'p. Минус. To'g'ri, kvadrat. Tagida nechi qoldi? Cho'chitmang, farom. Mana bular nima qiladi? Mana bular ham qisqaradi. Shunda chap tarafda x kvadrat plus x y plus y nimasi? Mana bu minus o'zgartiradimi, o'zgartirmaydimi? O'zgartiradi har doim. Tushundinglar? Har doim minus o'zgartiradi. Esdan chiqarmanglar. Har doim. Minus bilan ochib yorsak, minus x kvadrat plus x y minus nima bo'lib qoladi? Y kvadrat. Mana bular qisqaradi. Bular ham ketadimi? X y qo'shib yorsak, o'rniga olib kelib qo'yamiz. Bizning javobimiz 2x. Xo'p, x nima edi? X A ni 1 taqsim y nimiz nima edi?
bni 1 taqsim xohlasanglar shundoq qoldiringlar, xohlasanglar ildizga kiritib yozinglar. Mana bu ko'rinishda mana 3 ildiz ostida a ko'paygan 3 ildiz ostida nima bo'ladi? B. Yokida umumiy qilib 3 ildiz ostida AB ko'rinishda yozsanglar bo'ladi. Xo'p, 12-misol. Qaranglar, birinchi nima qilib olamiz har birini? Nima qilib olishimiz kerak? Har birini ildizsiz qilib yozib olamiz. Boshladik. 1 taqsim a ni nechinchisi bo'ladi? 1 taqsim 3-inchisi plus b ni 1 taqsim 3-inchisi minus a ni 1 taqsim 3-inchisi. Hammasini ildizsiz qilib yozib olsanglar aniq ko'rinadi. O'rniga olib kelib qo'yayotganinglarda ham. A ni 2 taqsim 3-inchisi. Xo'p, mana bu yerda 1 bor, bu yerda ham necha bor? 1. Har birini bo'lamizmi? A ni 1 taqsim 3-inchisi, b ni nechinchisi? 1 taqsim plus b ni 2 taqsim 3-inchisi. Xo'p. Endi nima qilardik? Ichidan eng kichik darajasini nima qilamiz? Topamiz. Necha eng kichkinasi? Necha? A ni nechinchisi? A ni 1 taqsim 3-inchisi bor, A ni 2 taqsim 3-inchisi bor. Eng kichigi qaysi biri? 1 taqsim 3 kichikmi? 2 taqsim 3 mi? 1 taqsim 3 emasmi? To'g'rimi? Mahrajlari bir xil bo'lsa, surat kattasi katta bo'ladi. Demak, qaysi biri kichkina? A ning 1 taqsim 3-inchisi. Nima deb olamiz? X deb olamiz. Ikkala tomonni kubga oshirsam, 3 lar nima qiladi? A teng bo'lib qoladi x ning nimasiga? Eshitamiz, balki topqirlar gaplashmayman. Ikkala tomonni kubga oshiramiz. 3 lar nima qiladi? B teng bo'lib qoladi y ning kubiga. Ana endi a ni ko'rgan joyimizga x kubini, b ni ko'rgan joyimizga nimani qo'yamiz? Y ga kubini boshladik. Turaveradi, yetragan. 1 taqsim. Hop, a ni o'rniga nima keladi? Tepasida necha turibdi? 1 taqsim 3. Plus u qo'yib xayolida qisqartirib tashlamanglar, adashib ketasizlar. Y ning 3-inchisi darajasi necha? 1 taqsim 3. Minus buni ham o'rniga. Xullas, xuddi shu narsa bo'ladi yana. 1 taqsim 3 plus y ning 3-inchisini 1 taqsim 3-inchisi taqsim a ni o'rniga yana shu narsani qo'yamiz. Kamron, tushunyapsan? Faxriddin. Plus y ning kubining nechinchisi? 2 taqsim qisqartirib beringlarchi. Ketdi, boshlaydi. Nimalar qisqaradi? Mana bular ketadimi? 1 taqsim x plus y. Bular ham qisqaradi. Nima qoladi? X plus hammasi qisqaradimi? Nima qoldi? X kvadrat minus x y plus y ning nimasi? Kvadrat. Mahraj beramiz. Bunga bunisi keladi. Ha, bungachi? X plus y. Bu narsani birga ko'paytirsam o'zgarmaydi, shunda qoladi. Minus. Hop, ko'paytiramiz. Nimani formulasi bu? Plus ko'paytirsanglar bu x plus y ning qo'shni nimasini beradi? Ketdi, formula bo'yicha ochamiz. X kvadrat plus 2xy bo'ladi. Oldidagi minus bilan plus tushunarli. Plus y kvadrat oldidagi minus bilan. Ha, bunga buni ko'paytirsam nimani formulasi turibdi bu yerda? X kub plus y nimasi? Qisqaradigani bormi? Qaysilar ketadi? Bular ham ketadi. Minus 1 minus 2 taqsim x kub plus y kub bo'l. Endi o'rniga olib kelib qo'yasizlar, tamom. X deb nimani olgan edik biz? A ni 1 taqsim minus oldiga yozib qo'ydik. B ni 1 taqsim 3-inchisi taqsim x kubi nimaga teng? A ga y kubichi B ga. Tushunarli? Gul ichamizmi?
Qaytaga. X Mana bu narsam. Xo'p, x kvadratli ketdi, to'g'rimi? Y kvadratli ham qisqarib ketdi. Mana buni oldi nechi bo'lardi? 1. X, y'lari bir xilmi? Ishoralari ham bir xilmi? -1, -2 nimani beradi? -3. Mana o'sha -3. Tushunarli? Qolganlarda nima savoli bor? Beringlar. там сократили. Где? 2а на целое 3 метра. Вот это? Нет, я на Ha, bu yoqdami? Сократить Qani? manbasiga ответы Ha, bumi? Mana qarang. Muslima, biz boshida mana bu a ni 1 taqsim 3-sini x deb oldik-ku. Buni y deb oldik. Atvetimiz hozir x bilan y ga bog'liq chiqdimi? Endi mana bu x deb o'zi biz nimani olgan edik? X deb. A ni 1/3 nimaga teng bo'lgan? Mana o'sha narsada bu. Ha, mana bu mana. Mana bu yerda kubi bor-ku. Bu mana sokratiz qilingan varianti, qisqartirilgan variant. Mana bu a ni 1 taqsim, mana bu x so'zi hali qisqartirilmagan variant. Mana bu qisqartirilmagan variant. Tushunarli-ya? Yana savol bor, beringlar. Mana shu kichkina joylarni yaxshi tushunsanglar, qancha misol qiyinlashsa ham bir xil ishlanadi. Yo'q? O'tganmizmi? N'inchi darajali ildizni ham o'tganman. Yo'q. Ildiz o'tgandimi, lekin n'inchi darajali ildiz. Tushuntirib o'tib ketganmiz deyman, Farruh. 11. Shuni ishlaylik, xudo xolisa yetadi. Asl muammo bo'lmaydi deb o'ylayman misolda. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz nima qilib olishimiz kerak? Ildizsiz qilib yozib chiqamiz. Keyin soddalashtirish ham anchagina ish bo'lar ekan. Shuni ko'raylik, bo'ldi. 3xy minus y kvadrat. X minus y. Mana bu yerda 1, bu yerda necha bo'lardi? Y ning 1 taqsim nechinchisi? Ikkinchisi taqsim. Ildiz osti x degani x nechinchisi? 1 taqsim ikkinchisi. Ildiz osti y-chi? 1 taqsim 2. Minus y x 1 taqsim ikkinchisi taqsim x 1 taqsim ikkinchisi plus y 1 taqsim ikkinchisi. Tushunarli? Xo'p, eng kichigini topamiz. Topinglar-chi, qaysi bir eng kichkina darajasi? X 1 taqsim ikkinchisi. Mana shunday yozaylik. Nima deb olamiz? A deb olsak, ikkala tomonni kvadratga oshirsak, ikkilar nima qiladi? X teng bo'lib qoladi a ning nimasiga? Endi y ga olaylik. Y ning 1 taqsim ikkinchisi. B deymiz. Ikkala tomonni. Faxriddin, tushunyapsizlarmi? Ikkilar nima qiladi? Qani aytib turchi, o'rniga qanday qo'yamiz? Aytinglar, qanday qo'yamiz o'rniga? 3. Xo'p, x o'rniga nima keladi? Y o'rnigachi? Y kvadratni o'rnigachi? Y o'rniga nechi keladi? B ning tepasi nechi bo'lib qoladi shunda? 2 taqsim x o'rniga yana bir marta. Xo'p, y o'rniga. Y 1 taqsim ikkinchisi nimaga teng edi? To'g'ri, y o'rniga b ning kvadrati. Tepada nechi bor? 1 taqsim 2. Pastni ishlaylik. X o'rniga a kvadrat. Muslima, tushunyapsizlarmi? Muslima. O'rniga qo'yib olaylik. Qaytadan tushuntirib beraman. Y'imiz nimaga teng edi? B kvadrat. X'imizchi? Taqsim yana pastga. Mana shu narsa bo'ladi, faqat o'rtasi plus. Beringlar savollarni, qat'iy tushunmadim. So'raylar. Ha, mana. Mana bu y'imiz nimaga teng bizani? B kvadratmi? Muslima? Mana y ga o'zi b kvadrat. Mana olib kelib qo'ydim, ha? Buni tepasida nima turibdi? 2. Mana shu 2 da bu. Tushunarli? Yana qaysiga tushunmadingiz, so'raylar. Davom et.
Bo'ldi, qisqartirib chiqamiz. Mana bular qisqaradida, bular qisqarmaydi endi. Xo'p, 3a kvadrat b kvadrat b ni nechinchisi bo'lib qoladi? 4-inchisi taqsim bunga tegmaymiz. Mana bu ikkilar nima qiladi? Asoslar bir xilmi? Asoslar bir xil bo'lsa 2 ga 1 nima qilamiz? B ni nechinchisi? Kubi. Taqsim mana bu ikkilar qisqaradi. Xullas hammasi qisqarib ketadi. A minus b qoladi. Mana bular ham qisqaradi. A b ning nimasi? Kvadrat. Ikkilar ham qisqaradi. Mana shu e'tiborli bo'lasizlar, mana shu joylarga adashib ketib qolmanglar. Savollar bormi? Endi soddalashtiramiz. Oddiy arifmetika. Xo'p, mana bu ikkita qovusga ajraladi. Bitta minus, bitta hammasiga umumiy maxraj nima bo'ladi? Hammasiga. Endi nima qilardik mana shu joyda? Qaysinga? Xo'p, buni bunga bo'lsam, bunga nechtadan keladi? Buni bunga bo'lsam, minusliga qisqarib ketadi-da. Остается a плюс b. Это делится на a плюс b, получается что? a minus b. Xo'p. 1 ga ko'paytirsam o'zgaradimi? Yo'q. O'zini yozaman. Tushunarli? Xo'p, mana bu yerda minus a ni b ni kubiga ko'paytirsak, minus a b ning nimasi? Kubi. Xo'p. B ni b kubga ko'paytirsak, minus b ni 4-inchisi. Chunki asoslari bir xil bo'lganda darajalar nima qilardi? Qo'shilardi. Plus ab kvadratni a ga ko'paytirsak, a kvadrat b kvadrat. ab kvadratni b ga ko'paytirsak, bormi qisqaradigan? Qaysi bilan qaysi? 4 a kvadrat b kvadrat qo'shib ketadi. Yo'q. Ha, qo'shib ketadi deyapsiz. Xo'p, mana bu qoladi-da, to'g'rimi? Mana bu yerda nechi bor? 1. 3 ga 1 qo'shsak. Oddiy algebrik soddalashtirish, buni hamma o'tgan. Minus b ni 4-inchisi, minus b ni 4-inchisi, minus yana bormi? Minus ab kub, minus ab kub. Oldida 1 bor. Minus 2. Nima qoldi pastda? Soddalashtirsa bo'ladimi yana? Mana buni ikkita deb yozsak bo'lar ekan. Bu yoqdan yozaman, qaranglar. Xo'p, mana bu 4 turibdi-yu, mana bu ikkalasi 2. Mana bu ko'rinishda yozaman, qaranglar. 4 2ta a kvadrat b kvadrat plus 2ta a kvadrat b kvadrat deb yozsam, baribir qo'shganimda shu narsani qaytarib beradimi? Mana narsani. Bo'ladimi shuni yozsak? Para qilmoqchiman-da. Ko'paytirishga ajratardik-ku. 2ta b ni 4-inchisi minus 2a b ning kubi. Pastga tegmaymiz. A minus b a plus. Qaysi bilan qaysini sherik qilamiz tepada? Topinglar-chi. Xo'p, nimalarni olib chiqsak bo'ladi? Bir xiliga kelarmikan bu? Qaysi zarur? kvadrat b kvadrat bo'lib, yo'li 4a kvadrat b kvadrat bo'ladi. Ha, ikkitaga bo'lib oldim. Nimaga? Hozir bu bilan yoki buni sherik qilmoqchiman-da. Tushunarli? Ikkita qilib sherik olamiz. Xo'p, mana bu ikkalasidan qaraylik, ikkalasini olaylik-chi. Mana bittasini olaman. Minus 2b ni 4-inchisi plus buni ko'chiryapman. Minus 2ab ni nechinchisi? Kubi. Pastda yo'q, hozir tegmayman. Qo'sdan tashqariga nimani olib chiqsak bo'ladi bunda? 2b ni nimasi? Kvadrat mana. Ikkalasida ham 2 bor, bitta 2 ni olib chiqdim. Ikkalasida mana b kvadrat, bunda b4. Eng kichkinasini olib chiqarmadik? b ni nechinchisini? Ikkinchisini. Skobkada nima qoladi? A kvadrat 4tasidan 2tasi chiqib ketsa b kvadrat. Plus 2 ni olamiz. A kvadrat bilan a bor, bittasini olib chiqamiz. B kvadrat b ni kubi. Qaysi biri kichkina? B ning
Qovusda mana ikkitasidan bittasi chiqib ketsa, bittasi nima qiladi? Qoladi minus b. Formulaga kelyapti-da, a minus b, a plus b. Ana yoyib olib chiqar ekansiz. Sizlarga shunaqasi to'g'ri kelib qolibdi. 2 b kvadrat. Mana buni 2 taga ajrataman. Bitta minus, bitta ikkalasida ham a minus b lar bir xilmi? Bittasini olib chiqib ketsak, mana bu ikkalasida ham bir xil. A minus b ni olib chiqib ketsak, qovus ichida nima qoladi mana? 2 b kvadrat va a plus b plus bu chiqib ketdimi? O'rnida nima qoladi? 2ab ning kvadrati. Pas. Сразу? Почему? Где? А вот это? А сразу? Нет, пока что нет, наверное. Вот а теперь, если будем сократить. Нет, когда плюс тоже можно сократить? Потому что если не перепутаете, то можно. Joyda qisqartirsanglar bo'ladi, faqat adashib ketmayman sizlarni katta ehtimol bilan maslahat bergan bo'lardim. Joyda qisqartirmaslikni adashtirib o'radi. Qo'l sochilachi? Plus bunga buni ko'paytirsak. O'zi buni javobi xunukroq chiqadi. Xo'p, mana bu ikkalasini qo'shib yuborsam bo'ladimi? 4 plus 2 b ning nimasi? Kubi. Taqsim a plus. Bo'ldi, buni soddalashtirib bo'lmaydi. Harakat qilmaydi soddalashtirishga. O'rniga olib kelib qo'yamiz. A deb nimani olgan edik biz? A deb. X ni 1 taqsim ikkinchisi qo'yamiz. 4 x ni 1 taqsim ikkinchisi ikkinchisi. B kvadratimiz nimaga teng mana? B kvadratimiz. Y qo'yamiz. Plus 2. B ni uchinchisini nima qilamiz? Qanday topamiz B ni uchinchisini? Qarab turinglar. B deb olganmidik buni? Mana y 1 taqsim ikkinchisini B deb olganmiz. Bizga nima kerak? B ning kubi. Mana shu turgan joyda ikkala tomon nimaga oshiramiz? Kubga oshirasiz ikkala tomon. Shunda bu y ning 1 taqsim 2 ni 3 ga ko'paytirsak, 3 taqsim ikkinchisi ikkinchisi. Taqsim a plus b. A imiz bizada x ni 1 taqsim ikkinchisi plus y ning 1 taqsim ikkinchisi ikkinchisi ko'rinishga keladi. Savollar bo'lsa beringlar. Ilyos, qiyin emasmi?